olmasa boşanıp almıyorum. Bugün gezekli uçurasığımız Temur Yolcular Maham Projesi'nde Fukarlarla Sözleşmesi boyunca uçurasığımız belirlenген. Bunda uçurasığda bank talebinden ajratılan kreditler, kolaylıklar, özümüz banktaki kredit fukarlara kredit ajratı tarifleri boyunca azınız түсініктер өтеміз. Bugünkü günde bank filial tarafından özümüz banktaki fukarlara 3 türdeki kredit liniyamız açık tuttu. O birinci biznesке birinci kadem, yani bu kredit liniyamız bir yıl müddetine verildi. Mağdara 5 milyon so'm. Er adamlarga 25%, ayol adamlarga 23%. Bunda plastik karta açıp verip sonuçta salıp veririz. Bunda teminat türü sogorta polisine kreditlerimiz ajratıladi. Ekинchisi biznesga ko'mak kredit liniyamiz bu 4 yıl müddetga 6 ay imtiyozli davomida 17 milyon so'mga kelgan. Bunda janagi aytganimdek plastik kartanızga salıp verip o'zingizni qandaydir bir bag'dari bor, banklarga talabimiz bo'yicha imzosangiz bo'ladi. Uchinchi liniyamiz bu keng ko'lamdagi kreditimiz, bu biznes mahalla loyihasi kredit liniyasi deb aytiladi. Bu 20 milyon so'mga kelgan 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davomida kreditlerimiz ajratiladi. Bunda sug'urta polisi bo'lmasa 3-shaxs kepilligida kreditlerimiz plastik kartalarga o'tkazib beriladi. Sol plastik kartadan o'zingizga kerakli bo'lgan uskunalarda tovarlarni olib o'zingizni ishlamayotgan sizga olib bo'lsangiz. Agar bir o'zingizga kredit olishga qiziquvchi yaqinlaringiz, tanishlarimiz, qo'shnilarimiz kredit olmoqni o'zi bir qiziqib yurgan bo'lsa, bag'it bilan ularga finansiyalarni olib berib tayyormiz. Tushunmagan savollarimiz bo'lsa, javob berib tayyormiz. Bunda qanday mashg'ulot, pul berib, naqd, pensiya, kredit, cash finance, qizlarimiz, bolalarimiz o'qituvchilarga kredit ajratib berib, mashina olib, joy olib, uy remontli. Joy olib bo'lganmi? Joy olib. Birinchi, ikkinchi bozordan kreditlarimiz chiqdi. Birinchi bozordan 17,5%dan 20%. Naqoya beriladi. Bu turli o'rinda. Qandaydir joy bor, kelsangiz, sol joydan uyingizga qo'yib. Solay bo'lib. Bu da aldından to'laydigan joy. Aldından to'lim bor. Agar mamlakat tarafidan subsidiya olsangiz, aldından 5% verish. Subsidiya olmaydi. Subsidiya berish tartibi hozir o'zgardi. Burunlar 30 yoshga to'lmagan bo'lsa, hozir 30 yoshdan keyingidan olib Bu necha foiz? 17,5%. Agar ikkinchi bozorda misol o'zingiz qalagan qo'shningiz bo'lsa, arangiz bo'lsa, joyni sotaman deyotgan bo'lsa, buni olsangiz bo'ladi. O'g'on ikkinchi bozordan deb 15 yil muddatga kredit ajratib beramiz. Bundan bu kreditlarni olib kelib, agar mahallaga berib qo'yamiz, chunki qanaqa meros segishib turib, bankning muodili cho'zib biriktirilgan. Qo'shimcha savollarga javob beramiz. Сужается халатмакта киршие өткөрүп бересиз. Және несіне ана шипаға сондай ма? Hozir salonga liniyam tushib turibdi. Biroq misol tikilgan, bosirilgan dokument chiqqan joyda olsangiz, so'ng uchun remontlaydi. Aynan qapsin salonga, polga, ishga жұмыстарын remontlarni olib borib beramiz. Biroq noldan joyni tikituga kredit tushib. Keyin anандай, misol men birovning joyini olатын bo'lsam, shu odamga banki aytgan summasini to'lab berib, misol kelsangiz 200 million bo'lsa, so'ng plastik 20 yil davomida bo'lib turadi. So'ni so'rab berdim. Hozir ko'plagan fuqarolarimiz imonatli bo'lgan. Sonday liniyalarni kesildi. Qo'ljetimli bo'lgan. Qo'ljetimli bo'lgan, ayrim to'lovlar qimmat ekan. Uchun naqd pul beradi. Misol 2 milliondan kvartirada o'tiribdi. Arzon 500 ming bo'lsangiz imonatli bo'lib qolasiz. So'ni so'ragan bu yana. Dollar. Boshqa qiziqarli savollar bo'lsa, rahmat.